Bugungi kunda mamlakat sog'liqni saqlash sohasida yuqori texnologiyali davolash usullarini joriy etish va malakali mutaxassislar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida yurak jarrohligiga zamonaviy yondashuv mavzusida o'tkazilgan xalqaro mahorat darslari buning yaqqol misoli bo'lib, tadbirda yetakchi mahalliy va xalqaro mutaxassislar ishtirok etdi. Bugungi kunda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi shunchaki shifoxona emas, balki mamlakat shoshilinch tibbiy yordam tizimining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Muassasa va uning 13 ta filiali eng jiddiy tashxis qo'yilgan bemorlarni kecha-yu kunduz qabul qiladi. Bu yerda har bir soniya qadrlidir. Xususan, yurak jarrohligi jadal rivojlanayotgan sohalardan biri. Bo'limda har yili 500 dan ortiq ochiq yurak operatsiyalari, jumladan yuqori aniqlik va tajribani talab qiladigan murakkab jarrohlik aralashuvlari amalga oshiriladi. Hafta davomida markaz xalqaro tajriba almashish platformasiga aylandi. So I'm very happy and grateful to be back in Uzbekistan. Menga O'zbekistonga yana bir bor kelish imkoniyati berilgani uchun minnatdorman. Bu safarni Buxorodan boshladik. U yerda 4 ta operatsiyani muvaffaqiyatli bajardik. Shuningdek, Toshkentda ham bir qator operatsiyalarni amalga oshirdik. Tibbiyot har bir fuqaro hayotining asosidir. Sog'liqni saqlash tizimi yaxshi ishlasa, odamlar o'zlarini baxtli va xavfsiz his qilishadi, chunki ular zarur davolanish imkoniyati mavjudligini bilishadi. Albatta, boshqa sohalar ham muhimdir va menimcha, mamlakatingiz rahbari bu sohalarning barchasiga katta e'tibor qaratmoqda. Men kasalxonalarga, talabalar va shifokorlar ta'limiga jiddiy investitsiyalar kiritilayotganini ko'rmoqdaman. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish uchun ham ochiq siyosat mavjud. Bugun ushbu markazda avvallari faqat rivojlangan davlatlarda bajarilgan yuqori texnologiyali murakkab operatsiyalarning barchasi bajariladi. Bir bemorning tarixi bunga misol bo'la oladi. 7 yil avval ushbu bemor Hindistonda operatsiya qilingan, biroq yillar o'tishi bilan kasallik uni yenga boshlagan va turli asoratlari paydo bo'lgan. Ushbu markazda unga qaytadan umid bag'ishlashdi, ya'ni tez orada uning yuragidagi aorta protez bilan almashtiriladi va ushbu operatsiya yuqori texnologiyali ilg'or usul hisoblanadi. U payt bunaqa sharoit imkoniyatlar yo'q edi va 7 yil avval shu operatsiya qilingan, Bentel operatsiyasi qilingan. Hozir bu kasalligi davom etib yana boshqa asoratga kelib chiqqan va biz buni O'zbekiston sharoitida qayta operatsiya qilib qayta tiklamoqchimiz. Professor Erlich yordamida. Bu ham katta yutuq. Sababi murakkab operatsiya, avval operatsiya o'tkazgan bemor. Bunaqa bemorlarda xavf-xatar yuqori bo'ladi, lekin mana hozir bizning markazimizda barcha shart-sharoitlar mavjud. Barcha kerakli bo'lgan jihozlar bor. Birinchi navbatda mana hurmatli prezidentimiz tomonidan tashkil qilib berilgan moddiy texnik bazani yangilanishi natijasida bu imkoniyatlar paydo bo'lgan. Bundan tashqari mana shu kasalliklarda ishlatiladigan bir martalik sarflov vositalari bilan to'liq ta'minlanganligi va bizning mutaxassislarimizning shu amaliyotlarni dunyo miqyosida, dunyo darajasida dunyoni yetuk davlatlarning mutaxassislari bilan birgalikda amalga oshirishi demak imkoniyati natijasi deb o'ylaymiz. Bu juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu kabi mahorat darslari mutaxassislarning amaliy imkoniyatlarini kengaytirish va kundalik tibbiy amaliyotga ilg'or yurak jarrohligi usullarini joriy etish imkoniyatini yaratadi.